O'zbekistonga yangi kirib kelayotgan tarmoqli marketing Home Life kompaniyasi o'z ish faoliyatini boshlamoqda. Home Life kompaniyasi Turkiya davlatida 2010-yillardan beri o'z ish faoliyatini olib borib kelmoqda va tarmoqli marketing bo'lib, yaqin yillardan beri Gruziyada, Germaniyada va Ozarbayjonda endi O'zbekistonga kirib kelmoqda. Zamonaviy tarmoqli marketingimizga, bizning yangi komandamizga sizlarni ham qo'shilishingizni taklif qilamiz. Sizlarni ham taklif qilamiz. O'zbekistonda turib barchangizni bilasizmi, eng boshida ish boshlagan inson eng kuchli pozitsiyaga ega bo'ladi. Har bir ayol mustaqil, o'zi rivojlanish xohlaydi. Ko'plab ayollar tarmoqli marketingda juda ham gullab, yashnab ishlashmoqda va tarmoqli marketing zamonaviylashib ketmoqda. Sizlarni ham o'z komandamizga taklif qilamiz. Boshlanishi, bizning rivojlanishimiz, o'sishimizni hammasi o'zimizning qo'limizda. Hurmatli qizlarjonlar, bizning komandamizga qo'shilinglar. Bu hali boshlanishi juda ham xursandman, chunki siz eng birinchilardan bo'lib, biz bilan birga komandamizda o'z ish faoliyatingizni boshlaysiz. Home Life kompaniyasining mahsulotlari butun O'zbekistonni his qiladi. Bizning bu birinchi ofisimiz. Sizlarni barchalarni taklif qilamiz. Ochilish marosimlarimizda birga bo'lishingizni xohlaymiz. Sizlarga manzilimizni sodda qilib tushuntiraman. Chap qo'limda Riviera joylashgan va to'g'rimda Qandil do'konlari mavjud. Yangi qurilgan domlarning birinchi qavatida joylashgan.